Xo'p, bismillah deb boshlab oldik akalar. Yine bola, bo'g'oz. Halidan bor. Xolos ko'rsatib beraman. Andijon Qo'rg'ontepasini Suntalovatdamiz akalar. Qo'rg'ontepani Suntalovatida Xudo xolasa 5-mart chislamiz. Yomg'ir yoqqan kechasi bilan. Yomg'ir yog'ib entinib qoldi. Qo'ldan kelganicha qilaveramiz syomkani. Sizlardan ana shu gap. Bittadan laykni bosib qo'llab, quvvatlab bosaveramiz. Qo'ylar kichkina qo'ylar emas bor. Ikkovi ham qo'chqor o'lyapti. Yaxshi qo'chqor. Biz ko'rdik. O'zimiz eski qo'ylar bo'ladi, uzun qo'ylar. Shu qo'ylardan ekan. Shoshilmanglar akalar, bitta ikkitamiz akalar tez yurib o'tib ketaverasizda u debdi. Akalar shoshilmanglar, sekin savdo bo'lyapti. Narxlarini bilib beraveraman. Bir halo bular, ha? Hech pul aytilyapti. Qodirovdi. Qodirov. YouTube'dami? YouTube. Bugun qayerda? Albatta. Ha, nima bu? Qo'chqormi bu? 8 joni Ramazon. Qaysinga savdo bo'lyapti hozir? Ha, egizgami? Nech pul? O'zi qancha aytilyapti qo'ylar? Ena bolalar, bolasi qo'chqorlar. Yo'q, bolasi qo'chqor nech pul aytilyapti? Bo'ldi, tehtirib tur. Bu ham bir xil ekanda, qaranglar. Qo'ylar ko'p, ena bola qo'ylar ko'p. Seni ham sotamiz, shoshilmay turgin. Aka, ena bolalar qanchadan aytilyapti? Egizachini 8 sotdik. Mana va? Ha, mana. Bolalari sog'lom. Aha. Yana bitta bolaligi bor, uni 6 dan kamroq beramiz. Bo'g'ozmi qolgan aka? Ha, bo'g'ozlari ham bor. Bo'g'ozlar qanchadan aytilyapti? Bo'g'ozlarni 5,5 deyapmiz. Kami bor. Kami bor. Ha, qo'chqorchi. Qo'chqor 7 dan kami. Yosh shekilli bu hali? Yosh. 7 million kam. Qo'lda endi bu. Qo'lda baqilgan ekan, ammo qo'l yurgan ekan. Endi chiqqan. Ko'pmi bunaqa qo'y? Ko'p bunaqa qo'y. Adres qayerda aka? Andijonda. Andijonda aka. Bebozor savdo qilaveramizmi? Bozor qilamiz. Nomeri bormi aka? Bor. Ayting. 90 549 0250. Bundan yo'lida qilib chiroyli qilib beramiz aka. Beramiz. Mana akalar, xudo xolasa. Egiz bola sog'liqni narxini aytdi. Men esimda qolmadi, narxni aytdi. Bebozor savdo qilsanglar bo'laveradi akalar. Bemalol keldi. Ikki qo'ylar kichkina qo'ylar emas ekan, katta qo'ylar ekan. Xo'p. Ilohim ko'rib turgan akalarimizni, opa-singil chorvalarda mahnaqa qo'ylardan 50 tadan bo'lsin, amin deb qo'yinglar. Mana ham katta qo'y ekan bor. Mana ham chiroyli qo'y ekan. Beli bilan bo'yi teng deb qo'yadi-yu. Zoqdagi qo'y tanlayotganda. Qani yana bola qo'ylar. Kumon bolasimi bu? Yana bolamiki o? Qo'chqarmi sog'lom bolasi? Bolasi qo'chqar a? Hech pul aytilyapti bolasi qo'chqar. Aka bo'lishi 6 deyapmiz. 6 kami yo'q. Ha? 6 million. Narxlar tushibdi ozgina. Ha, chapdan tushdi. Narxlar tushibdi.
Bo'g'ozi ham bormi, yo'q? Bo'g'ozi bor. Hech pul bo'g'oz bunisi. 5 million ya. Kami bor, ha? Ha, chichak. 5 million xayriga o't beriladi. Bog'lab qo'ygan. Ko'pmi qo'y? Mashq qildi xolosmi? Yo, uyda ko'p. Qo'rg'ontepa, Savay, Chapayeva, qo'y ko'p. Anaqa yomg'ir yog'ib qo'ygan kunlari bozorga kelolmaydiganlar ko'pda. Bora nomeri ha? 90lik, 90lik 170, 80, 90. aloqaga chiqaveramiz. Bebozor chiroyli qilib xudo xolasa. Savdo qilsanglar bo'laveradi. Mana shuni 6 kami bor. Yo'q, bo'lishi deyapti. Xolos qo'chqor ekan ama. Xo'p, qo'chqorlar terma jamoasimi aralashmi? Aralash. Uchgan. Qo'chqor sog'liq, lekin dumbalarini qaraganda qo'chqor deb beryapti. Bo'y bastar bir xil ekan qashta obunachilar. Bo'y bastlari bir xil. Qo'chqor sog'liq aralash. Sizdan 5 beraman deb so'raylik. Ama sizdan 5 so'raylik. Men kichkina emas. Yaxshi qo'yib oling deyapman. Tojiki ko'ring. Qarayman, dumbalar ham normalni. Berib yuborasizmi 5 ga shulardagi? Ha? 5 dan. Shuni sog'liqlari qancha aytilyapti? Sog'liqlari qanaqa aytilyapti aka bular? Chiqar bularni 5 yarim, 4 Yo'q. yarim, o'ziga qaramaysiz. Hozir bu yerda hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqormi? Sen aralash dedingiz-ku? Mashinaga Ular aralash deyapman. Ha. Men o'ylabman sog'lig'i ham bor. 5,5, 4,5dan bo'y bastiga qarab, ha? Yosh ha bular hali. Xullas olib turib 3-4 oy baqaman degan akalar bor-ku, shularga rasa topidi ekanda. Ko'pmi qo'y? Tagi? Voy boyagi. Ay ko'p, xudo xolasa. Shuni 5 ga beraman deyapti. Baho beringlar-chi akalar. Lekin yo'q, qo'ylar yosh. Berib yuboraman deyapti. Yo'q, yo'q. Sizlarga xudo xolasa. Katta kichik ekan prosta, hali savlat. Xo'p, qani? Aka savdo qilyapti, ovora. Gapdan qo'ymaylik, savdo qilyapti. Haliroq o't nomerini olib berishim mumkin. Bu yerda aralashma aka yo'q? Aralash aka. Qo'chqor sog'lig'i? Qo'chqor? Qo'chqor o'zimga bo'ldimda. Xo'p, bunga to'g'ri bergan. Nech pul aytilyapti? Qanchadan aytilyapti aka endi? Bular 5 yarimdan deyapsiz, kattalarni 7 dan deyapsiz, kami bor, temiz so'radigan qo'y. 5,5, 7,5 kami bor aytilyapti. Valla yosh shekilli hali. Ha, bo'ldi. Bormi 1-2 yuzga sotiladigan? Ha, bor aka. Qo'rg'ontepa, Qorasuv. Qorasuvda o'zi. Uydan savdo qilaveramiz. Savdo qilaman. Bebozor, chiroyli qilib. Kelsa yo'lida qilib, nomerdan 93 814 57 57. O'zimiz Qorasuvli ukalarimiz ekan mana akalar. Har xil ekan, katta kichikligiga qarab aytilaveradi. Mana shularda endi 7,5 aytilayotgan. Kichkina qo'ymasam bo'ladi. Katta qo'y. Xo'p, akalar. Shoshilmaymiz, sabr deydi-yu, sekin ko'rsataveramiz qo'ralarimiz. No.
Sotildimi bu? Sotiladimi? Bilib beramiz buni. Bu qo'chqar ham sizdanmi ekan, o qo'chqarlar? Mana qo'zilar. Juni olinmabdi lekin bularni bor. Juni olinmabdi. Bunaqadan ko'p gap. Aralashmi? Ha? Qo'chqar soliq, qo'chqar soliq aralashmi? Hammasi soliq. Hammasi soliq. Qarang. Boshqa semizlardan. Bular hali to'g'li qo'ylar, ha? Bo'g'oz variantlaridan bor mashina. To'g'li, ha. Uyda bor, ha, bo'g'oz. Bebozor savdo qilaveramiz. Ariqlari oz, bebozor savdo 100 ta bor, bitta optim bir joyda olaman degan odam. Nomerni ayting-da. Nomer 90 572 65 edi. Sariqlari 5-6 ta oladi, qolgani qora qo'ylar. Adres qayerda ekan? Adres Qo'rg'ontepa. Sava-ya? Zakazino, Sava. Qo'rg'ontepada o'zi qo'yiladi, koni bor ekan. Bular necha puldan aytilyapti mana? Bularni 5 milliondan aytilyapti. Kami bor. Kami bor. Uramiz kimni aytyapman? Bir videosini olib kelib beraymi? Haligini aytdingiz siz Ha? Video olib kelib beraymi? Menda o'zim. bo'lganingizga bir hafta bo'ldi, sotishni boshlayapsiz, ha? Bir hafta bo'ldi. Bir oy boshli bir oy. Chiroy bo'ldi. Olib qo'ring. Hozir birinchi olingani sog'liq. Nimadan? Qo'zi so'ragan akalar bor. Nimada qo'zilari ham bor. Olaylik. Aktagon menga jang ber degandan kirib oldik mana. Qo'chqarmi endi bular? Soliq aka. Hammasi. Ikkita qo'chqar qolgan hammasi soliq, ha? Va qo'zilar ham sog'lom aka? Qo'zda 9 ta qo'zi bor. 9 ta qo'zi bor. Necha puldan aytilyapti aka bular endi? 3 dan kami bor. 3 milliondan kami bor, ha? Ikkita qo'chqor, 7 ta soliq. Ikkita qo'chqor, 7 ta soliq. Endi kami bor-da, kami to'g'rimi? Bitta ko'proq olinsa kamroq bo'ladi yana. Endi aytilish narxi aytilaveradi har doim. Dumbali ekan qo'chqarlar bor. Dumbali ekan. Mashloq soliq. Mashlaqalar ko'pmi? Mana qo'zilar. Necha desa qilib beramiz. Bebozor savdo qilaveramizmi? Ha? Uyda aka adres. Jalaqidi ilchida. Jalaqidiq Ilishmi? Qo'rg'ontepa ekan, hisobda. Qo'rg'ontepa yaqin. Qo'rg'ontepa chegaradosh. Mana shunaqa qo'zilar kerak deganlar ko'pda. Aytamiz. Ha? Chiroyli qilib 60 ta 100 tagacha javob. 50 ta, 60 ta, 100 ta bo'lsa mana 10 ta, 20 ta olsangiz ham xudo xolasa Nechta degangacha bor? nomerni bering-da aka. 93lik. 970 32 72. Xudo xolasa o'zimiz biz haligi Jalaqidiqqa qarashlik, lekin Qo'rg'ontepa Ilish deb qo'yamiz-da biz. O'zimizga qaraylik. Yaqin u yana shunda kirib borgan. Yaqinda. Kelaversin. Aloqaga chiqa olasiz. Meni mana yosh qo'zilar kerak bo'lsa, akamizda bor ekan. Если что, ena qo'ylar ham bor, ha? Bor, ena qo'y, ena bola. Xohlagandan. Xohlagandan. Savdoyingiz bersin, savdoyingiz bersin deyman. Gap yo'q, ketdi. Bular baraka bo'ldimi aka? Baraka bo'ldi, azman. Nomerni yozib qo'y. 11 million 800 ming bo'ldi ikki oy. 2 yoshda bor. 11 million 800 bolalar nima buni? 2 oy ham soliq. 2 oy ham soliq. 4 ta soliq bo'libdi-da. 4 ta soliq. Pulli bo'lsin. Ularga ham 11 million 800. Endi uyga borish bilan 12 million bo'lar ekanda. Foyda berganga qizim ulatamiz. Nega? Ashitdi o'zi deylar. Foydasiga sotiladi hozir bu, ha? Barakasini bersin. Bular qanaqa o'ylar ekan? Ena qo'ymi, bola qo'ymi? Assalomu alaykum vatandoshlar. Kimga shunaqa temir danaveslar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'ta ham mustahkam, o'ta ham baquvvat, vechniy, o'tda yonmas naveslarimiz xudo xolasa bo'lyapti. Bu birinchisi 35 metr bo'lgan. Buni 10 metrni hisoblab beraman. 6 millionga butgan shu holatda 2 shifrda bo'lgan.
Xo'p, navbatdagi navisimizni ko'rib turibsizlar. 2 etaj qo'yxona bo'lgan, kvadrati 175 ming, 185 ming, 2 etajligiga qarab bor yo'g'i shifrini yoki tunikasini olib berasiz. Shu narx ichida qoqiladi. Bu navisimiz ham 15 metrga 5 metr molxona bo'lgan 2 etaj. Hisob-kitob qilsanglar, yog'ochdan ancha arzon. O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz shu narxda. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qodirov to'dan desanglar, yana ham. Xo'p, akalar, bu navisimizni ham ko'ryapsizlar. Xudo xolasa mana 26 metr bo'lgan. 3 bir ozgina perikosi bor. Buni ham to'g'rilab ketishyapti. 26 metrimiz примерно plus minus 23 millionga bityapti. O'sha o'tda ham emas navislarimiz. Akalar, ko'rib turgan shu navisimiz ham mana darvozaxona ustunsiz bo'lgan. Общий 125 plus 30 kvadrat, 130 kvadratgacha yaqin. Mana ko'rsatib Andijon jala hududida. Xudo xolasa bitdi, buni ham ko'rishinglar mumkin. Itogi simmasi mashinamiz 123 million so'mga bitgan. Akalar faqat shu joy bilan ovqatda bergan, qolgan hamma yo'g'ini o'zlari olib kelib, chotga qilib berishgan. Ko'rib turibsizlar. Kvadrat 180 mingdan, uning ichida shipr olib bersiz shipr, tunika olib bersiz tunika, uni ham qoqib ketishadi. Sog' bo'lasizlar. Bu ham akalar navbatdagi qo'yxonamiz. O'sha o'rtasi yo'l bo'ladi, ikki tarafi bo'lingan, bunaqasiga bo'linadi. Mana alohida qilib qo'chqar baxsa bo'laveradigan qilib bo'lgan 2 etajlik 11 ga 11.60 mi? Shunaqa o'rtacha to'rtburchak joy. Bitta mana akalar, metli konteynerni polidan xudo xolasa olib kelib qo'yib qoqlar ekan, tepasiga o't, yeb hamma yo'q, pastida qo'y. Bunimiz 350 mingdan kvadrati bitta akalar. Mana shu yerda hisoblangan 350 mingdan bitgan. 180 mingdan boshlab 350 minggacha O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz akalar. Bosaveramiz. Maza qilib reklama ko'rib oldinglarmi? Tirikchilik aybi yo'q endi. Baxtiyorjon. Xo'p, yana bolalar ham bor ekan. Bola bolasi amaki bu? Nech pul bu yana bola? 5,5 million. Bolasi sog'likmi? Sog'liq. 5 million 500 so'm. Bolasi sog'liq. Uni enasiga mana. Bo'g'ozlari ham bor shekilli amaki? Junun yulib oladi, tortishadi odamlar, hayronsan. Uzilib ketsa-chi buni juni ham demaydi, boru. Qo'zilar qanaqa bo'lyapti aka? 4,5. 4,5 dan kami ham bor, a? Qo'chqorim ular? Sog'liq. Sog'liq, a? To'g'li qo'ylar ekan-da. 4 million 500 dan kami ham bor. Bir joyda hammasi. Bitta qo'rading. Zo'r. Uchovini so'rashmadimi aka? Bermaganingiz qanaqa bo'ldi? 11 million. 11 millionga bermadingiz, a? Oz qolyaptimi shunda? Oz qolyapti. Gap yo'q aka. Nasib aka, xudo xolasin. 12 yo'q qolar. Ha, 4 dan, a? Barakasini bersin. Ko'pmi bunaqa sotiladigan aka? Bor, 20 tacha bor. Uyda bor, a? Dehqonchilikda sizniki to'g'rimi? 20 tacha bor. Eshikka aka? Qo'rg'ontepa Savay emasmi? Savay o'zi bo'ladi. Nomerni bering unda aka. Yo'q, nomer bermayman-da, dilakdan chiqib bor. Yo'q, bebozor uydan savdo qilasiz. Uydan savdo qilmayman. Uydan savdo qilasiz. Bo'ldi aka. Savdongiz bersin, a? Bular nima ikkovi ham? Ha, sotiladi aka. Qo'chqar sog'liq? Sog'liq. Ikkovi ham, a? Yosh, to'g'li sog'liqlar. Nech puldan aytilyapti? 3,5 dan deyapmiz aka. Kami bor. Ha, olaman degani bo'lsa 3 milliondan beraveraman. So'radimani bo'ldim, bugun bermaganingiz. Aka 27, 28, 29 gacha so'rabdi. Bermayapsiz. Aka. Ikkita qoldi xolosmi? Ikkita qoldi. Bugun sotaveramiz buni, xudo xolasa. Sotaveramiz. Uyda ko'p bo'lsa nomeringizni qo'yib beray. Uyda ham bor aka, qo'yib qo'ying. Bormi uyda? Qanaqa qo'ylar bor? Qo'chqar sog'liq aralash aka. Nomerni bering. 88lik 661 60 62. Eshik adazak. Qo'rg'ontepa chapay. Qo'rg'ontepa chapay. Uydan savdo qila olasizlar aka. Ha, ko'p tushadi aka siz arabasiz. Mana yana bola. Bola nima ekan aka? Qo'chqor, ha? O'sha aka. Mana akalar, bola qo'chqor. Ammo sut yaxshi beryapti ekan-a, bola yemayapti ekan maza qilib. Nech pulga berilmayapti endi aka? Bor yana bola. 67 ga. 6 million 700 ga bermadingiz-a? Oz qolyaptimi? Savdongiz bersin aka.
Kichi ozgina bahsi уже enasiga yetib olayin deb qolibdi. Mana ena bolalar. Mon bolasimi aka bu? Ha, bolasi. Chiqarchi ekan mana. Sotildimi bu endi aka? 6 ga berilmayapti. 6 millionga berilmayapti. Narxlar tushibdi ancha. Qo'y bozorida narxlar tushibdi akalar. Ma'lumot o'rnida olaman deganlar bo'lsa hozir olib qo'yadigan mahalliga. Mashina bolalarni masalan 7,5 dan beryapti. Mana bolasi qo'chqar, sog'liq emas. Tem bo'layman akalar. Bunaqa ena bola ko'pmi sotiladigan aka? Yo'q, uyda, sizda. Ko'p bo'lsa nomeringizni qo'yib beraman, uydan sota olasiz. Savdingiz bersin. Bolasi nima tug'ildi aka buni? Sog'liq. Nech pul bo'lyapti aka endi bolasi? Kami ham bor, hech kami bor. Bu qaysini bolasi aka bu? Qo'chqarmi bu? Bunisi nech pul? Bu yuram aka. Qo'chqar zo'r narsa ekan ama. Chiqardi u. Ketaveradi xohlagan tarafga. Va ikkita ayam belar akalar, gumbillatib qasillatib tashlaydi.